Hürmetli radyo anlıqçılar, Əmdi Nurali ablanızın bir yılınızdaki 8760 saat namlıq əsrinin davamını anlatımız. Ta'tir yo'nalishlik planlash usuli. Nurg'un odamlar mening 34 yillik vaqt boshqarish usulimni birinchi qatim ko'rgandan keyin bu usul amaliyotga uyg'un emas deb o'ylaydi. Har bir kunlik vaqtingni yarim soatgacha planlab olsang, ozroqmi erkinlik bo'lmasa, bundaq yashaganning nima ma'nosi bo'lsin deb so'rganlarmi bor. Amaliyotda mening qilayotganim vaqt planlash emas, balki vaqt xotirlash. Çinhua Əlyul əlası Ma Dongxan vaqtni yarim soatni birlik qilgan holda o'rlashtirib, yotgan ko'pisini qilib qo'yib chiqqandek qir chiqirib qatlab, nagil basa yugurib berib, izchil davomlashtira olgan bilan odatdagi odamlar unda qilolmaydi. Menmi qilolmayman. Chunki ba'zi xizmatning vaqti sal uzrab ketadigan, do'stlardan birasi kechikib qilib, tomoq vaqti surilib ketadigan ishlar bo'lib turadi. Şunun bilan oldin o'rlashtirib qo'ygan vaqt plani qalaymaqan bo'lib ketadi. Bir kun ichidagi barliq xizmatlarni, yig'in ochadigan, doklad beradigan ishlarni jadvalga to'ldirsangiz, oxirida kechlik o'g'inish, chiniqish, uchrashish vaqtlarini qo'shsangiz, bundaq jadval odamga liq to'shib ketgandek bilinadi. Qarablar yerib ketadi. Xizmatga yangi chiqqan odamlarning ko'pinchisi shundaq plan tuzib oladi. Her sahar uni uyg'otilgani g'oya emas, balki o'z qo'lidagi qamchi. Men bundaq planni xiyoldagi plan deb atayman. Ormonga tushliq darmon bo'lishi, g'oya amaliyotga uyg'un bo'lishi kerak. Aslab baqsaq, bizmi o'quvchi vaqtimizdagi har ta'tilda to'lib toshgan ishonch bilan attiganda ingliz tili o'rganaman, tushdan keyin matematika takrorlayman, orliqda tekst yodlayman degandek planlarni tuzib oldik. Lekin tunji kunila soat 12 gacha uxlab, bugungi planimga ulgura olmadim. Ertadan boshlay deb o'ylaymizda, kompyuterni ochib, qahramonlar ittifoqiga bir kirib kelsak, kech tomoq pishqucha o'ynab ketamiz. Kechlik tomoqdan keyin televizor ko'ramiz. Shunda qilib, ta'tilning eng oxirgi bir qancha kunida boshni cho'kirib, topshiriq ko'chiramiz. Butun bir ta'til kino ko'rib, o'yin o'ynagandan boshqa hech ish qila olmayla to'shib ketadi. İngilizcede mundaq bir kinoyi bor. Mening birinchi vazifam bir plan tuzish. Planimdagi birinchi vazifa dal shu planni bitkizish. Ilgari men shundaq edim. Liq plan tuzib olatdim. Lekin 972 qitim planimni ijro qila olmagandan keyin o'zini aldashning cheki bo'lish kerak. Endi o'zimni aldab o'tivermay degan yerga keldim. Mundaq bir gap bor. Yeni ufqum ingliz tilini pishiq yodlab bo'lganda, oliy maktab imtihonidan asosan o'tib ketgili bo'ladi deyishdi. Yeni ufqum ingliz tilidagi ma'lum bir darsning mavzusi dal yangi yil tilak tilaydigan yaxshi fursat. Ammo shu chaqda bayqaysizki, siz 2015-yilda qilishni planlayotgan bu ish asli 2014-yillik planingiz edi. 2013-yilda qilmoqchi bo'lgan edingiz. 2012-yili boshlash niyatiga kelgan. 2011-yil planga kirgizgan edingiz. Ko'rinib turibdiki, foydasi yo'q plan jadvali birmuncha pul xarjlab setib olgan, ammo biror qatimni varaqlab qo'ymay, to'pib bisib ketgan kitobga o'xshaydi. Qarmoqqa shundaq yaxshi. Lekin sizning turmushingizga hech qanday real ma'no berib boqmagan. Shuning bilan nurg'un odamlar plan tuzishdan voz kechib, bo'lishiga yashaydigan, ko'z oldidagi xo'shallikqa berilib, kelgusidagi rohatni o'ylamaydigan yo'lga menib ketadi. Plan yanil bo'lishi kerak. U kishilik turmushning bo'yin turqi bo'lmasdan, balki yordamchisi bo'lishi kerak. Men keyin vaqt planlashda Neil Fiol apandi Hargiz kechiktirmang nomli kitobida o'tirib qo'ygan ta'tir yo'nalishlik vaqt planlash usulini qo'llandim. Buningga o'xshash vaqt jadvaliga qarasangiz, bu bir haftada o'ynaydigan, tomosha qiladigan yetarlik vaqtingiz borligini ko'rib, bu haftaning tezroq boshlanishiga taqozo bo'lasiz. Bu chaqda sizni uyg'otadigan mas'uliyat emas, balki g'oya bo'ladi. Yetarlik bo'sh, erkin vaqtga ega bo'lish uchun eng qisqa vaqt ichida
eng unumli, sifatli ishlash orqali o'rganish va xizmatlarni sifat va miqdorga kafolatli qilgan asosda tugatish kerak. O'zingizga tava, ixtiyoriy, erkin bo'sh vaqtning qiziqtirishli bo'ladigan, yuqori unumli xizmat qilish nishoniga yetmak tas emas. Bu usulga tayanganda ya oddanroq o'rgangil bo'lmaydigan, ya tuzukroq o'ynag'il bo'lmaydigan holatni o'zgartib, o'rganishnimi, o'yinni joyida ilib mang'ili bo'ladigan holatni shakllantirgil bo'ladi. Turmushdagi nurg'un ishlar 8 da 2 nisbat prinsipiga tushadi. Oshu halqiliq 20% ni tepish kerak. 80% mas'uliyat, 20% selinmadan keladi. Jamiyatshunoslar bunda qiziqarli tajriba ishlagan. İki grupi o'quvchilarni o'xshash mazmunda maqola yozishga buyurib, birinchi guruhdagi o'quvchilarga 1 hafta, ikkinchi guruhdagi o'quvchilarga faqat 10 soatli vaqt bergan. Natijada ikki guruhga yozib topshirgan maqolaning sifatida ancha cho'ng farq bo'lmagan. Ammo 1 hafta vaqt berilgan o'quvchilar vaqt yetarli bo'lganlikdan bak oldirab ketmay, texmi ko'p vaqtni ushaq nuqtalarga sarf qilgan. Hatto vaqtni texmi keyinga surish xohishida bo'lgan. Faqat 10 soatli vaqt berilgan o'quvchilar vaqt jiddiy bo'lganlikdan eng avval muhim nuqtalarga ahamiyat bergan hamda qisqa vaqt ichida yuqori unumli ishlash orqali vazifani vaqtida tamomlagan. Yangi sharqdagi bir xizmatdashimning darsi bak ko'p bo'lganlikdan o'rganish qilgudak, orom olgudak vaqtim yo'q deb ichi siqilib istifa bermoqchi. Ko'zini yumibla Shizanga sayohatga ketmoqchi. yoki bo'lsa Lijanga berib choyxona ochmoqchi bo'lgan edi. U menga har kuni dars tayyorlayman, dars o'taman, yana dars tayyorlayman, yana dars o'taman. Nima degan zerikishlik deb dard to'kdi. Bu chaqda men uningga avval bularni o'ylamay turayli. Turmushdan o'zimizni qochira olmaymiz. Agar haqiqatan oz-to'la bo'sh vaqtga ehtiyojing bo'lsa, mening deganimdek qil dedim. Ham uningga ta'tir yo'nalishlik vaqt plani tuzib berdim. U dastlabda buning foydasi bo'lishiga ancha ishinib ketmadi. Avval mushu bir hafta sinab baq. Boshqani o'ylama. Mushu vaqtlarda cho'qim o'ynab kelishga kafolatlik qil. Bir kunda 10 soat dars o'tgan taqdirdimi, kech soat 8 dan keyin yana 4 soat erkin vaqting bor, dedim. 10 günlük vaqt plani ko'pincha odamda jafo tortib ketayotgandek, kunda nurg'un ishlarni qilmasi bo'lmaydigandek, besim nihoyat eg'irdek tuyg'u paydo qilib qo'ydi. Ta'tir günlük vaqt jadvali bo'lsa, turmushdan huzurlanguchilarning plani. Tafakkur usulida o'zgarish bo'lsa, harakatning munosib o'zgarish bo'ladi. Bir haftadan keyin uning ruhiy kayfiyatida 180 gradus o'zgarish bo'ldi. U mening oldimga kelib, Nurali, vaqtni bundoq o'rlashtirgandan keyin turmush odamga to'limi go'zal tuyuldi ekan. Qilishga tegishli xizmatni tugatgil bo'ladi ekan, dedi. Cho'ng korxona xo'jayinlarining dunyoni sayohat qilib, sohillarda oftobga qoqilib yurganligini ko'rganda, nurg'un kishilar ularga havas qiladi. Ular o'ynab yurib pul tepayotgandek bilinadi. Men bilan maktabdosh bir qiz bor edi. Keyin u Harvard universitetining meditsina kasbida doktorlikda o'qidi. Harvard o'quvchilarining dars berishning naqadar eg'irligini butun dunyo biladi. Uning ustiga meditsina kasbining texmi shundaq. Lekin u o'qiyotgan mazgilda butun Amerikani sayohat qilib bo'ldi. Uning deyishicha, har qatim sayohat qilib qaytib kelgandan keyin texmi tirishib o'rganadi ekan. Men ularni cho'qim ta'tir yo'nalishlik vaqt planlash usulini qo'llanadi deyolmayman. Ammo shuni jazmlashtirishga bo'ladiki, ularni cho'qim eng qisqa vaqt ichida eng unumli ishlash usulini qo'llanadi. Kishilar doim tirishib ishla, ko'ngillik o'yna deydi. Meningcha turmushim shunday bo'lishi kerak. Yaxshi ishla, echilib yeyilib o'yna. Chunki shunda texmi yaxshi ishlay olaysan. Xizmatni astoydil ishlash, o'yinni berilib o'ynash lozim. Oldin tanlash usuli. 2015-yilning 5-ida odamni holsirtib, yiqitib qo'ydigan oldirashlik ichiga kirib qoldim. U bir oy har kuni 10 soat dars o'tganni ozdab, xizmat munosabati bilan ba'zida bir hafta ichida 4-5 shahar oraliqida uchib yurdim. Boshda ma'lum bir teri asrash buyumining e'lonini ishlash uchun Beijingdan Guangzhouga bordim. Ondan Beijingga berib, bir kun dars o'tgandan keyin televiziya programmasi ishlash uchun Xi'anga bordim.
Orqadan ma'lum bir kiyim-kechak shirkati va avtomobil shirkatining e'lonini ishlash uchun Shanxayga bordim. Kunduzi darsim bo'lg'achqa dars o'tib bo'lib, kech soat 11 ning aeroplaniga o'tirishga to'g'ri keladi. Aeroplan doim kechikib uchadigan bo'lg'achqa, manzil shaharga yetgan chog'da kech soat 1 bo'lib ketadi. Aerodromdan hamkorlashish taraf o'rlashtirgan mehmonsaroyga borguncha soat 2 dan ishib ketadi. Ondan sahar soat 4 da o'rnimdan turib, suratga elishga tayyorlik qilishga to'g'ri keladi. Shunda qilib, u da bir qancha kun oran 2 soatdan uxladim. Har kuni saharda mikroblogga yo'llaydigan mazmunni girimchik menga girim qilayotgan vaqtda yo'lladim. E'lon ishlashmi men o'ylagandek uncha oson, birdamda tugaydigan ish emas ekan. Yugurib ketayotgan bir qancha sekundlik bir ko'rinishni suratga olish uchun sovuq shamolda koltishdan kiyib saq 15 kilometr yugurdim. Oxirida reshalkadan atlaydigan ko'rinishni oldigan chog'da tuzuk orom olmay zehnim ojizlab, kuchim qolmaganlikdan bilakimni yara qilib oldim. Bejingga qaytib kelibla og'rib qoldim. Qizitmam 40 gradusga chiqib ketgachga doktorga ko'rinmay bo'lmadi. Doktorxonaning karvetida xudimni bilmay yarim kun uxlabdiman. Birla vaqtda bir qancha ishni qilsa, yana kelib hammasini yaxshi qilaman deb turib olsa, yerib holidan ketadigan gapkan. Og'rib qolgan vaqtimda yaqinqi bir mazgillik turmushim haqida o'ylanib, ishlarning muhimlik darajasini ayirmay, hammasiga o'xshash zehn sarf qilganligimdan mushundoq oqibat kelib chiqqanligini tunib ketdim. Odamning zehni quvvati cheklik bo'ladi. Bir qancha ishni birli vaqtda qilaman, uning ustiga hammasiga o'xshash zehn beraman desa, oxirida hech qaysi ishga yetarli vaqt ajratilmay, hammasini yaxshi qila olmaydigan, hatto og'rib yetib qoladigan ish chiqadi ekan. Hayotning qiymatini eng zo'r darajada joriy qildirman deydigansiz, qaysi ishlarning haqiqiy muhimligini aniq ayirib, muhimlarni boshda qilish, ancha muhim bo'lmaganlarni oxirda qilish kerak. Muhimlarni qilib bo'lgandan keyin ancha muhim emaslarni qilishga ulgurmagan taqdirdami, turmushimizga ancha cho'ng ta'sir ko'rsatib ketolmaydi. Tuvandagi grafikda Stephen Covey'ning har xil ishlarning muhimlik darajasi bo'yicha oddiy farqlantirish usuli ko'rsatib berilgan. Muhim va ta'xirsiz. Kechda uxlash. Muhim ammo ta'xirsiz emas. Kuchda uxlash. Ta'xirsiz ammo muhim emas. Dars vaqtida uxlash. Muhimmi, ta'xirsizmi emas. Atdiganda birdam yetib olish. Muhim deganda universal yuksalishingizga, o'nurlik g'oyangizni ishga oshirishingizga foydali ishlarni ko'rsatadi. Ta'xirsiz deganda hozirlik qilmasangiz bo'lmaydigan, bo'lmasa keyingi xizmatlaringizga ta'sir etadigan ishlarni ko'rsatadi. Turmushdagi barliq ishlarni mushu o'lcham bo'yicha 4 turga ayirishga bo'ladi. Ham muhim, ham ta'xirsiz. Muhim ammo ta'xirsiz emas. Muhimmi emas, ta'xirsizmi emas. Ta'xirsiz ammo muhim emas. Masalan, uxlashni ilib aytsaq, kech soat 11 da bak uyqungiz kelib ketgan bo'lsa, bu chog'da uxlash ham muhim, ham ta'xirsiz ish hisoblanadi. Nimishqa muhim deganda chunki salomatligingizga foydali. Nimishqa ta'xirsiz deganda chunki uyqungiz kelib chiday olmay qoldingiz. Undaqda qandoq ishlar muhim, ammo ta'xirsiz emas hisoblanadi? Tushda uxlash. Tushda uxlab olsangiz, tushdan keyin ruhli xizmat qila olasiz. Uxlamasangiz xizmat unimiga ta'sir yetishi mumkin. Shunga muhim, ta'xirsiz emas bo'lishdagi sabab nurg'un odamlarning tushda uyqusi kelib ketmaydi. Atgan soat 9 da uyg'ondingiz, ammo yana birdam yetib olgingiz bor. Bu muhimmi emas, ta'xirsizmi emas ish. Chunki bundaq chog'da uxlaganning salomatligiga foydasimi yo'q. Uyqungizmi qanday? Buningga o'xshash muhimmi emas, ta'xirsizmi emas ishlaringiz odatda xili ko'p. Bundaq ishlar ham vaqtni isrof qiladi, ham vaqtdan foydalanish unumingizni tuvanlatib yetadi. Eng chataq. Shundaqla odamni eng beorom qildig'ini ta'xirsiz, ammo muhim bo'lmagan ishlar. Ya'ni hozirlik qilmasangiz bo'lmaydigan, lekin taraqqiyotingizga qilchi foydasi yo'q ishlar. Masalan, dars vaqtida uxlash. Muhim emas bo'lishiga sabab o'ltirib uxlash yurakka ziyonliq. Ya'ni kelib uxlagandek bo'lmaydi. Ammo bu ish bakli ta'xirsiz. Chunki uyqungiz kelib, ko'zlaringiz yumilib ketyapti. Oliy maktabda o'qiyotgan vaqtimda azaldan darsxonada uxlamaydim. Agar bak uyqum kelib ketsa, sinfda uxlashdan muallimga deb yotoqqa qaytib uxlashni afzal ko'ratdim.
Muallim hayron bo'lib qarab turib ketadi. Uyqum kelib dars anglagudek holim qolmadi. Bu yerda o'ltirib vaqtni isrof qilgandan berib, oromimni ilib olay deb tushuntirdim. Muallimni to'g'ri tushunadi. Albatta, bu ulgi bo'g'dek ishmi emas. Yanada uxlaydigan chaqda uxlab, o'rganish va xizmatga ta'sir yetkazmagan yaxshi. Agar turmushingizda ta'xirsiz, ammo muhim emas ishlar bak ko'p bo'lsa, bu o'zingizni tekshiradigan vaqt kelib qolganligini bildiradi. Muhim, ammo ta'xirsiz bo'lmagan ishlarni yaxshi qilolmaganlikdan mana shunday oqibat kelib chiqyapti qandaq. Hal qilishning chorasi bekli oddiy. Buningga sabab bo'layotgan muhim, ammo ta'xirsiz bo'lgan ishni tepib, joyida qilib mansingizlar, ta'xirsiz, ammo muhim emas ishlar bargancha ozlaydi. Masalan, dars vaqtida uxlashga sabab bo'layotgan muhim, ammo ta'xirsiz bir ish kechda o'rdan uxlamaslik. Oldin tanlash. Ya'ni eng yaxshisini tanlash deganimiz yuqorqi 4 turli ishni aniq ayirib, muhim, ammo ta'xirsiz bo'lmagan ishlarni ko'proq qilishni ko'zlaydi. Masalan, chiniqish, noshta qilish qatorliqlar shu turdagi ishlarga kiradi. Noshta chiniqishmi intayin muhim. Noshta qilmaslik, chiniqmaslikning ziyni qisqa vaqt ichida bilinmagan bilan kunlarning birida badaningiz ojizlab, osonla og'rib qoladigan, xizmatni tuzuk ishlanmaydigan bo'lib qolib, doktorning og'zidan noshta qilmasangiz, chiniqib turmasangiz mushundoq bo'ladi degan ochiq gaplarni anglagan vaqtingizda ondan ularning naqadar muhimligini tunib yetasiz. Xizmatmi shuningga o'xshash muhim bo'lsa-mu, ta'xirsiz bo'lmaganlikdan osonla sal qaraladigan ishlar xili ko'p. Nurg'un odamlar boshliq topshirgan vazifani o'rinlash bilan oldirash bo'lib, kechtirma ismini qo'shib ishlab, kitob o'qish, o'rganish qatorliq ishlarga sal qaraydi-da, bir mazgildan keyin boshqalardan keyin qolganligini. Ishlash bilan birga o'ziga energiya to'liqlashga sal qarganlikdan xizmatning hudsidan chiqolmaydigan holga tushib qolganligini bayqaydi. To'liq o'tirg'i imtihon berishga oz qolgan chaqlarda topshiriqlarim do'nginib ketgan edi. Agar hamma fanlarning topshiriqlarini muhim ham ta'xirsiz deb qaraydigan bo'lsam, aksini ishlab bo'la olmaydim. Shuning bilan topshiriqlarni turga ayirib chiqdim. Adabiyot, ximiya fanlarida ozroq ojiz. Ingliz tili, matematika, fizika fanlariga usta edim. Shunga adabiyot bilan ximiya topshiriqi men uchun muhim ham ta'xirsiz hisoblanadi. Chunki bu topshiriqlar natijamning tez suratda ko'tarilishiga foydali. Uning ustiga muallim adsil tekshiradi. Ingliz tili, matematika, fizika topshiriqlarini adsil tekshiradigan bo'lib, ta'xirsiz hisoblansa-mu, men uchun muhim deb ketgili bo'lmaydi. Chunki o'rganish natijamning yuqori ko'tarilishiga ancha cho'ng yordami bo'lmaydi. Shunga avval adabiyot, ximiya topshiriqlarini ishlab, ondan yana bir oz takror qilib, matematika, ingliz tili topshiriqlarini oxirida ishlaydigan, o'yin o'ynash, quruq parang silish degandek muhim emas, ta'xirsiz emas ishlarni hammaning oxirida qildigan bo'ldim. Men oddiy vaqt boshqarish usulidan foydalanib, o'rta maktab imtihoni oldidagi vaqtimdan ilmiy foydalanib, oxirida orzuyimdagi nuqtaliq o'rta maktabga o'ngishliq o'tdim. Qaysi ishning muhim emasligini nimaga asosan ayiramiz? Umrlik nishoningizni tutqi qilib, shu nishonga zich munosabatli ishlarni muhim ishlar qatoriga tizsiz. Agar sizning nishoningiz do'stlaringizning dardini anglaydigan odam bo'lish bo'lsa, paranglashish siz uchun muhim ish hisoblanadi. Agar menga o'xshash boshqalarning dardiga yetadigan, qiyinchiligini hal qilib bera oladigan odam bo'lishni nishon qilgan bo'lsangiz, paranglashish jarayonida masala hal qilish siz uchun muhim ish hisoblanadi. Shunga o'xshash bir ish ba'zilar uchun muhim, ba'zilar uchun muhim emas bo'lishi mumkin. Bultur 500 kuchlik korxonaning xodim qabul qilish yuzturan imtihonida mundaq bir qiziqarli savol so'ralgan. Attiganda shirkatga kelib, xat sanduqini ochdingizda 2000 parcha xat kelganligini ko'rdingiz. Ammo siz faqat 30 parcha xatga javob qaytarishingiz kerak. Bu 30 parcha xatni qanday tanlaysiz? Bu savolning o'lchamlik javobi yo'q. Maqsad sizning muhim ishni farqlantirish iqtidoringizni sinab baxmoqchi. Biz hamisha o'zimizcha ta'xirsiz deb qargan ishlarni bir taraf qilishga oldirab ketamiz. Chunki darhol bir taraf qilmasak, fojialik oqibat yuz berdigandek his qilib qolamiz.
Hatto telefonni darhol olmasak, undidarda darhol xat qaytarmasak, cho'ng chatoq chiqadigandek o'ylaymiz. Amaliyotda undaq bo'lmaydi. Mening bir xizmatdishim bor. U ma'lum bo'limning mas'uli. U har kuni attiganda birinchi bo'lib ishga keladi. Qiniq qahvani damlab qo'yib, el xatlarni bir taraf qilishga boshlaydi. Boshqalar nashtaligini ko'tarib shirkatga yetib kelgan chog'da u tushdan burun bir taraf qilish tegishlik el xatlarni oldi burun bir taraf qilib bo'lib, bir kunlik xizmatini o'rinlashtirishga boshlaydi. Xizmatni yuqori unumli ishlashning bir usuli shuki, xat kelganlikni bilgan hamon darhol javob qaytarishning hojati yo'q. Ma'lum bir vaqtni belgilab, shu vaqt ichida markazlik bir taraf qilish kerak. Telefon qabul qilganda amal ba qisqa, ixcham javob qaytarish va yoki xizmatga daxl yetmagan asosda ozroq kechiktirsangizmi bo'ladi. Bu bizdan vaqtni oldin o'rlashtirib qo'yishni, hatto o'zimizning xizmat jarayonini kontrol qilishni talab qiladi. Asosiy qatlamdagi xizmatchilar bunda qilib ketilmasligi mumkin. Ammo pishqon xizmatchilar bundaq apchil choralarni qo'llanishni bir kun ichidagi kalining eng uchoq, sagak vaqtida shu bir kunlik xizmatlarning eng muhimlarini tanlab qilishni bilmasa bo'lmaydi. Haqiqiy iqtidorli odamlar muhim ammo ta'xirsiz bo'lmagan, qarmoqqa hozirlik qilmasimi bo'ladigandek, ammo uzoqni o'ylaganda ta'siri zo'r bo'lgan ishlarni qiladi. Kelgusidagi o'rnimizning qandoq bo'lishini belgilaydiganimi dal shundoq ishlardir. Nurali Oblizning Şinjan Pan-texnik nashriyoti nashr qilib tarqatgan bir yilimizdagi 8760 soat nomli asarni mushargacha anglatdik. Davomini ati anglaysizlar. Әмді Nurali Ablizning bir yilimizdagi 8760 soat nomli asrining davom